ayol zotiga yoqmaydigan, lekin erkaklar uchun muhim bo'lgan bitta holat tushuntirib beraman. Menga juda ko'p savollar keladi. Shu uchun video olaman, to'g'ri qabul qilasizlar. Xo'p, bola qizni yaxshi ko'rdi, uylanmoqchi, e'tibor beryapti, mehr beryapti, bor fikrini, xayolini unga qaratyapti-da. Erkak kishi nima xohlaydi? Erkak kishi faqat o'sha bolani tanlashini, bu boladan boshqa bola hech qaysini qabul qilmasligini xohlaydi. Shu uchun kimga podpisatsiya qilgan bo'lsang, bolalarni atpis qil, bolalarni chiqaz bor o'zingdan. Nechta bolalarni Telegram kanaliga qo'shilgan bo'lsang, chiqib ketgan. Mana shu narsa xohlaydi. Nimaga? Chunki hayotida ham, xayolida ham yagona lider bo'lishini xohlaydi. Shu uchun bolalar shu taklifni beradi. Qiz bola shu narsani o'ylash kerakki, haqiqatan uylanmoqchi bo'lgani uchun shu narsani qilyapti deydi. Lekin qiz bola miyasida nima bo'ladi? Men даже uyimdagilarga ham ko'rsatmaganman, sizga nega ko'rsatishim kerak degan savollar beradi. Mana shu yana shu o'zini hozirgi holatida yana ancha qolishiga sabab bo'lib qoladi. Nima deganini tushuninglar shekil, qog'oz bo'ra gapirishga harakat qildim. Tushunmasanglar boshqadan yaxshilab eshitinglar. Tashab qo'ymanglar, o'zingiz eshitib tushunib oladi.